kishi uyga mehmon kelsa, u mehmonda albatta mezbon, sohibibat, uy egasi hurmat qilishga harakat qiladi. Dalili mehmonxona degan uyga olib keladi. Taxcha degan joydan hech qachon boshqa odamlarga solinmaydigan ko'rpa to'shadan olib soladi. Va o'zi yeydigan ovqatdan ziyodaroq ovqatni qiladi. Qo'yingki, ana shu uyga kelgan odamni mezbon hurmat qilishni xohlaydi. Endi bu mezbon qanchalik sohibat qancha kalami keng, qancha qo'li katta, qo'li bir uzun, qo'lida dunyosi katta bo'lsa, kelgan mehmonni shunchalik hurmat qiladi. Birodarlar, jannat Alloh taoloning mehmonxonasi. Jannat bu lug'atda bog' degani. Jannat bog' degani. Jannat bu har bitta mo'minni orzu qilgan, borishligini qasd qilgan va harakatlarning bir nihoyasi bo'lgan, maqsadining oxiri bo'lgan joy bu jannat. Hammamiz jannatga borishni xohlaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilgan ekanki, Alloh azza va jalla odam bolasini yaratibdimi? Albatta unga ikkita joy tayinlaydi narigi dunyoda. Bittasi albatta do'zaxdan bo'ladi, bittasi albatta jannatdan bo'ladi. Dunyoda jahannamdagi uyini vayron qilib,